Shunaqa rivoyat bor. Shuning uchun ulamolar insonni boshiga so'kkan odamni kofir bo'lish xavfi bor degan. Masalan, og'zingga, kallangga, boshingga deb haqorat qiladiganlar har ehtimolga qarshi xotinini qaytadan nikohlab olish kerak. Chunki bu Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsaga haqorat bu. Istihzo. Xuddi Alloh subhanahu va taoloni yaratganini ustidan kulish bo'ladi. Hammasini Alloh yaratgan, lekin azizlik ma'nosida Alloh subhanahu va taolo o'sha bosh qismini o'zi yaratdi degan anaqa bor. Qur'oni Karimda shayton alayhi la'naga ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday degan. O'zim ikki qo'lim bilan yaratganim insonga nima seni to'sdi sajda qilishlikdan degan. Aysha Alloh taolo o'zim yaratdim degan. Endi hadislarda Alloh taolo buyurdi, tuproq olib kelishlikni buyurdi, farishtalarga jasadni buyurdi, jismni qanday yasashligini ular yasadi, boshni Alloh taolo o'zi yaratdi degan rivoyatlar bor. Mana shundan kelib chiqib yuqoridagi fatvo ulamolari fatvolar berishgan. Ehtiyot bo'lish kerak insonga